Assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresovka meblarini tamomlab egalariga topshirib ham oldik. Yotoqxona to'plami olib kelganmiz. Samarqand Qarshquruqni atrofidagi mahallalardan bittasiga olib kelganmiz. Endi mebel haqida qisqacha qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu holat aslida parallel, ya'ni mana stolchikni ustidagi materialdan edi. Klient xohishiga qarab matras qo'yib beriladi. Xo'sh, mebel rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Endi razmerlar haqida aytadigan bo'lsak, xo'sh, shkaf balandligi 235, balandligi pastdan tepagacha 235, yonbosh razmeri 270. Mana bu kiyim sig'im razmeri. Mana bu razmer 50 sm. Klient xohishiga qarab razmerni o'zgartirsa bo'ladi. Mana bunday holatda rangida tanlov bor. Hozirda nima deydi? Mana bu shampanskiy tillaga tortadigan rangi, buni kumush rangi hamda oq rangi ham bor. Xohlovchilar uchun mana buni to'liq eshikni o'ziga yavlut oyna ham qilsa bo'ladi. Xohlovchilar uchun mana bu oynani olib tashlasa ham bo'ladi. Tremosi 140 razmeri, balandligi 185. Mana bunday holatda bitta stolchik, ikkita tumba hamda bitta divan komplektga kiradi. Xo'sh, bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun pastda nomer qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish sexini o'ziga ham borib, tanlab olsangiz bo'ladi. Bundan boshqa variant 20 xildan ziyod variant ham bor. Mebel aytilgan puli 150 kilometrgacha dastavka uстановkasi o'sha narx ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishadi. Sabab Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarga ham yetkazish xizmati bor. U addiniy hisoblanadi.